Yaxşımı, bugün men öyde qetiq mahur qilib baqandim. Şuna sizlarni yoqtirsa qilib yeb baqsun ayilda deb bu uzun yiyicingdan chiqib bo'lg'ichi tamoq yeb zerikibmi ketdinglar aqcham. Şuna öyde gramlaydigan jingdek bir narsalar bo'lmaganlik uchun ishkichine deb mundaq hisoblab chiqarib qo'ydim. Andan keyin so'nayni shakar bilan qetiqni qaynatib usudiganga ilqi qachilaydiganga biyanxoday bo'lmaganlik uchun shunga xasho xalta qachilab undan siqib sizlarmi biyanxoday bo'lmasa menga o'xshash xasho xaltaga siqib qisanglar bo'ladi. Ondan men bu kan meningki burun uyda batdi, burun uyda qetiq mahur qilgan vaqtimda qilgan. Ayilda men bu kan yo'q bo'lib qolsa sizlarni agarda eliqi oqzima bag'u, o'sha oqzimani ishtatsanglar bo'ladi jumi. Agar bo'lmay qolib qolsa nonni ugoq uvab qiyma mashinasida shuni ishlatsanglar bo'ladi. Men bu kan eliqi bulkuning uvuq emasmi? Bulkuning uvuqi bo'lgankin, bulku bo'lmaganlik uchun nonni qiyma mashinasida ugoq uvab, oshini quritib, oshini ishlatsanlarmi yana pek